14. Bab. Şu günlerde Babilon begi Amrafil, Elasar begi Aryok, Elam begi Kedorlavmar, Goyim begi Tidal qatarlıq töt bek birleşip, Sodom begi Bera, Gomorra begi Birsha, Adma begi Şnap, Siboyim begi Şemeber ve Bela begi qatarlıq 5 bek bilen jang qilishga chiqdi. Bela begi ba'zida Zoar begi debmi atıldı. Bu 5 bek qo'shinlarini birlashtirib, Siddim vodisiga yig'di. Siddim vodisi hozirgi O'lik dengiz vodisidir. Ular 12 yil Kedorlavmar begining hukmronligida bo'lib, 13-yilga kelganda uningga qarshi isyon ko'targan edi. Shunga 14-yili Kedorlavmar bek o'zining va ittifoqdosh beklarning qo'shinlarini boshlab berib, Ashtarot Karnoyim degan yerda Refalarni yengdi. Keyin Ham degan yerda Zuzlarni va Shavakriyatayim tuzingida Yemlarning hammasini tarmar qildi. Sayir tog'liq rayonda yashayotgan G'oritlarni cho'l bo'yidagi el parang'ichi qo'g'lab berib tarmar qildi. Orqadilla ular En Mishpat, ya'ni Kadishga qaytib, Amaleklarning butun ziminini besib elib, Hazazun tamarda yashayotgan Amorlarni tarmar qildi. Buning bilan Sodom, Gomorra, Adma, Siboyim va Bela, ya'ni Zoar qatorliq 5 beglikning beglari birlashma qo'shinni boshlab, Siddim vodisiga jang qilishga chiqdi. Ular Elam shahrining begi Kedorlavmar, Goyimning begi Tidal, Babilonning begi Amrafil va Elasarning begi Aryokdan iborat 4 bek bilan jang qildi. Siddim vodisining hamma yerida qarmay bilan to'lgan ko'lchaklar bor edi. Sodom begi bilan Gomorra begi qaşqan vaqtida qo'shinlarning bir qismi ko'lchaklarga tushib ketib, qolganlari taqqa qechib ketdi. 4 bek Sodom bilan Gomorraning bütün boyliq va oshliq tuluklarini bulang-talang qilib ketdi. U chaqda İbrahimning jiyani Lut Sodomda turadi. Ular unimi mol-mulk bilan qo'shib bulab ketdi. Lekin qutlib qolgan bir kishi bu ishlarni İbrani bo'lgan İbrahimga ma'lum qildi. U chaqda İbrahim Amor qabilasidan Mamre ismli bir kishining dub daraxtligining yonida turadi. Mamre va ikki insi Eshkol va Anir İbrahimning ittifoqdoshlari edi. İbrahim jiyani Lutning asirga tushib qolganligini anglab, o'z odamlaridan 318 nafar jangchini chaqirib, 4 bekni Don degan joygacha qo'g'lab bordi. Bu yerda jangchilarni bir qancha qismga bo'lib, kechasi hujum qilib, dushmanni mag'lub qildi. Ularni Damashqning shimolidagi Xoba degan joygacha qo'g'lab, bulab ketgan hamma mol-mulkni tortib elib, o'z jiyani Lutni va uning bütün boyliqlarini, xotin qizlarini va boshqa asirga tushgan odamlarini qaytirib oldi. İbrahim, Kedorlavmar va uning bilan ittifoqdosh har qaysi beklarni mag'lub qilib, g'alaba bilan qaytib kelganda, Sodom begi uni qarshi olish uchun Shava vodisiga chiqdi. Shava vodisi ba'zida Xon vodisi deb ataladi. Ulug' Xudoning ruhonisi ham Solimning begi Balqisidiqmi non va sharob elib İbrahimning oldiga chiqib, uningga baxt tilab, bütün olamning yaratquchisi bo'lgan ulug' Xudo İbrahimni baxtli qilg'ay. Seni dushmaning ustidan g'oliba qildigan ulug' Xudo madhilangay dedi. İbrahim g'animat olgan narsalarning 10dan birini Balqisidiqqa taqdim qildi. Sodom begi İbrahimga g'animatlarning hammasi sana mansub, lekin odamlarimni qaytirib ber dedi. İbrahim uningga bütün olamning yaratquchisi bo'lgan Parvardigor ulug' Xudo oldida qasam qilamanki, men sening har qanday narsangni, hatto bir tal yipingni yoki kashingning bo'qichisini olmayman. Bo'lmasa, sen keyin men İbrahimni boy qilib qo'ydim
deyishsin yanmaysa. Şunun üçün odamlarimning yeginini hesaplayman. Uningdan boshqa hech nemini olmayman. Lekin mening ittifoqdoshlarim Anir, Ashkol va Mamralarga g'animatlardan tegishligini ayirib bersang bo'ldi, dedi.